Bilasizmi, bugun bitta sekretni aytaman. Biznes nima degani? Biznes degani odamlarning kamchiligidan foydalanish degani. Mana mahallangizda bitta odam do'kon ochib qo'ydi. Nima qiladi o'sha do'konga? Siz nimagaki jahon bozoriga Optimga borishga erinsangiz hammasini olib kelib beradi. Quruq choy tugab bor. Nima qilasiz? Optimga borasizmi? Do'konga chiqasizmi? Do'konga chiqasiz. Do'konchi biladi, turini olib kelib qo'ygan. Do'konchi ham xursand, siz ham xursand. Sovun kerak bor, do'kon chiqasiz, shampun kerak bor, do'kon chiqasiz, lekin baraka topgur, gilam kerak bo'lsa, qayerga borasiz? Optimga borasiz. Televizor, xolodilnik kerak bo'lsa, qayerga borasiz? Optimga borasiz. U do'konchi ham aqllida, gilam ham, xolodilnik, televizor olib kelmaydi. Kamchiligingizdan foydalanadi. Men ham sizni kamchiligingizdan foydalanyapman. Men kitob o'qiyman, siz o'qimaysiz. Men sizga chiroyli qilib yetkazib beryapman, siz ham xursand, men ham xursand. O'lasizmi o'zingiz kitob o'qisiz? Bir yo'lsiz kamayib qoladi. Nimaga o'qimaysizlar? Nimaga uyingizda kutubxona yo'q? Nimaga uyingizda mehmonxona bor? Nimaga aliginaqa xrustal idishlar turadigan javon bor? Nimaga kitob turadigan javon yo'q? Hatto bitta tortma yo'q, kitob turadigan. Lekin shkafingizni ochib ko'ring, kiyimingiz bor, allambalo kiyimlaringiz bor. Dahshat, to'lib ketgan, tugun qilib olib qo'yasiz qolgan. Lekin kitob turadigan birorta bir oynavand bir servantni niyat qilmagansiz. U narsalar hayolingizda xotirada yo'q. Farzandlaringiz ham shunga qarab ketyapti.